Namuncha 8 ming so'raydi. Hech qancha ishlamadi. 2 minglik vaqt ketdimi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mashina tayyormi? Aka, buni kompyuterga soldik, hamma narsani tekshirib ko'rdik, aybini topolmadik. Bitta yaxshi usta bor, bitta qilib beradi aka. Mana mana shu vizitka bo'yicha borsangiz, shu bola qilib bersa, qilib beradi aka. Siz nomingizdan boraman. Men nomimdan borsangiz, yaxshi qilib beradi sizga. Rahmat usta. Xo'p, sog' bo'ling. Bular tuzata olmabdi. Tushunmas ekan bunaqa ishlarni. Usta bitta vizitka berdi. Shu vizitka Sergelida ekan, shu yoqqa boringlar-chi. Ular tushunar ekan. Bo'pti, ketdi ya, shahardan. Assalomu alaykum. Sonlar yaxshimi? Tuzumisiz? Siz charchamayapsizmi? Usta, mashinamni ikkita ustaga olib bordim, aybini topa olmadi. Ko'rib bering, siz adresingizni berishdi. Taqilyaptim men. Motor taqilib zavod bo'lganda. Bo'ldi, yamaga olib kiring. Yuring, chaproq. Bo'ldi. Ay, zavod qilib ko'ring-chi. Usta, yaxshi ovoz yo'q-ku. Bo'ldi, tayyor. Mashina bitdimi? Bitti aka, xudo xolisa. Xizmat nima bo'ldi? Xizmat haqqi 8 ming so'm beravering. Nima? Hech qancha vaqt ketmadi-yu. Hozir. Adasi, o'zi namuncha 8 ming so'raydi. Hech qancha ishlamadi. 2 minglik vaqt ketdimi, yo'qmi? Mana 200 ming bersangiz bo'ladi, yetadi shunga bo'ladi. Usta, mana 200 ming. Rozi bo'ling. Ye, aka bo'pti ekan-ku. 2 mingdan vaqt ketmadi-yu usta. Lekin bu ishni o'rganishim uchun 10 yil umrim ketdi. Usta, 2 mingga 200 ming yaxshi narx. Rozi bo'ling usta. Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi? Shu pulsiz zulmatmi?